Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun jonajon Andijonimizni kechki hayoti, oqshomning go'zalligi bilan birgalikda bu yerda istiqomat qilayotgan xalqimizdan chiroyli suhbatlar olish niyatidamiz. Hozir yonimizda go'zal onaxonimiz mana shunday Andijonning chiroyli oqshomida oilangiz bilan yuribsiz. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz, opa? Assalom. Men Ahmedova Ozodaxonman. Kechki saylga chiqdik. Andijon go'zal bo'lib ketibdi. Mana nevaralarni olib kechki saylga chiqdik. Kimlar bilan chiqdingiz? Oilam bilan, qizlarim bilan, nevaralar hammamiz birgalikda chiqdik. Siz chiqasizlarmi oqshom paytlari? Ha, oqshom payti doim chiqamiz. Yozlarda ko'proq chiqiladi. Nimalar yoqadi endi? Qarang, pavloniyalar gullabdi, bir-biridan rang-barang, har xil rangda o'zlaridan shirin bir hidlar chiqaryapti. Chiroyli, hamma yo'q, go'zal. Hokimimizga rahmat. Hokimimiz yaxshi inson ekan. Bunday chiroyli qilib bu Andijonimizni. Endi gullab yashnayapti, chiroyli, hammaga yoqyapti-yu. Andijonimiz o'zi hammaga yoqadi. Hamma yo'q Andijondan chiqyapti-yu. Mana sportchilar ham, hammasi bir Andijonni nimasidan chiqyapti-da. Bu endi hokimimiz yaxshi ishlayapti. Tinmaydi. Andijonimiz demak o'zgargan, ha? O'tgan yildan ko'ra yil yana ham o'zgardi. Ancha. Sizga Andijon shahrimizni qayerlari ko'proq yoqadi? Endi Andijonda shu Pushkin bog'ini oldilar yoqadi. Mana shu O'zbegim yoqadi. Endi ancha joylarda o'zgarishlar bo'lyapti-yu. Endi chiroyli, hamma yo'q. Ayniqsa kechasi chiqqaningizda Andijon juda chiroyli, go'zal. Andijonni hech yerga almashtirmaymiz omma. Opajon, endi mana bugun chiroyli oqshomda siz bilan birga mana aylanib, maza qilib dam olyapmiz-da, Andijon shahrimizda go'zal yerlardan. O'ta andijonliklarga mana shunday fayzli kunlarda, fayzli oqshomda nimalar deb qolasiz endi? Qanaqa yaxshi niyatlar bildirasiz o'z yaqinlaringizga? Endi hammamizga birinchi o'chirda sog'lik tilayman. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Andijonda biz yurtdoshlarimizga hammalariga yaxshi kayfiyat, chiroyli kunlar, orzu-havaslar, bola chaqasini orzu-havasini ko'rsin. To'ylar bo'lsin. Ilohim chiroyli kunlarda yuraylik. Bizning Andijonimiz tinch. Hamisha tinchlik bo'lsin. Opajon, oqshomni yaxshi o'tkazing. Maroqli va qiziqarli shirin suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Muborakxonman. Izboskan rayon Tuyachi fuqarolar mahalla yig'inidan keldik. Shu yerga shu havas qilib O'zbegimda keldik. Shu bolalarni nevaralarda o'ynatgan. Nevaralar dam olishyapti. Biz dam olib chiqdik. Bolalar ichkarida. Bo'lgan kun bayram shunaqalarda kelinadi-da. Opa, endi bu yerga kimlar bilan keldinglar? Andijon shahrini mana go'zal oqshomida pavloniyalar gullab yotibdi mana qaring daralarda. Sizni Andijon shahrini nimalari, qayerlari yoqadi, opa? Andijon shahrini hamma yoqadi. Chiroyli, go'zal. Mana ayniqsa kech payt. Sizga-chi Andijon shahrini qayerlari ko'proq yoqadi? Biz o'zim masalan mana Andijon shahrida o'qiganman, boyaqi bosh qo'ygan. Shu shaharda masalan qarindosh urug'lar bor. Har zamonda shu tug'ilgan kun, bayram anaqalarda kelib, shu O'zbegim, daryolarda kelib dam olib ketamiz. Kimlar bilan keldim deysiz? Semyaviy, Oilaviy. oilaviy. Tug'ilgan kuni. Ismi nima akasi? Abdullayev Donyorbek. Necha yoshda? Edi. Qayerda boshqarib? Suv xo'jaligi bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydi. Donyorbek, Abdullayev Donyorbek. 39 kiryapti bugun bahorisida. Demak, hurmatli aziz yurtdoshlar, Abdullayev Donyorbekda 39 bahori bilan studiyamiz nomidan ham tabriklaymiz. Qanaqa niyatlar bildirasiz o'g'lingizga endi? Bugun tavallud kuni ekan, 39 bahorda qarshi olyapti ekan. Rahmat. Umri uzoq bo'lsin, sog'-salomat yursin, ishlariga rivoj bersin, topganlariga baraka bersin, yaxshi kunlarga buyursin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlari yetsin. Xudo xolasa inshaalloh. Men o'g'lim endi mana 40 yoshga bugun Xudo xolasa inshaalloh o'tyapti. 39 yil oldin shu tug'ilgan. Mana o'qidi, bular qildi. Shu Izboskan rayonida suv xo'jaligida inspektor bo'lib ishlaydi. Tabriklar. Oila a'zolarimiz hammamiz tinch omon bo'laylik. Farzandlarning baxtli kamolini ko'rish nasib aylasin bizlarga ham.
Akangiz bo'ladi sizda? Men akam bo'ladi, 4-akam bo'ladi. 4-akam bo'ladi. Umriga, rizqiga Allohim baraka bersin. Ota-onam bilan birga hajga borishni nasib qilsin. Topgan tutganiga baraka bersin. Yaxshi kunlar bo'laversin. Hammalarga oilaviy tinchlik. Bugun mana qo'shaloq bayram ekan. Birinchi bayram bu Pavloniyalar gullab bahorda yana bir chiroyli bir go'zalligini berib turgan bo'lsa, ikkinchisi bu farzandliklarda akangizni tug'ilgan kun ekan. Biz ham studiyamiz nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz shirin suhbatinglar uchun. Bizning nomimizdan akangizni tabriklab qo'yasizlar. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz endi opajon? Men Otaxon va Nuraxon Zafarovnaman. Andijon shahridan Shimoliy Kichikdaha, Shifokorlar ko'chasida mahallasida yashayman. Bojon endi mana bugun Andijonimiz boshqacha go'zal bo'lib ketganda, Pavloniya daraxtlari gullagan, oqshomlarimiz chiroyli, salqin bo'lib ham Andijonda o'zbegimni yonlari mana qarang fontanlari bir-biridan chiroyli. Qarab turibman, nevaralaringiz bo'lsa kerak-a? Nabiralarim, Xudoga shukr. Kimlar bilan chiqdingiz endi? Kelinim, nabiralarim, biz tez-tez kelib berlar, aylanib turamiz, nariyalarga boramiz. Mana Andijon sitilarimizni ko'rgandirsizlar. Gullab yashnayapti shahrimiz Andijonimiz. Pavloniyalarimiz yana ham ko'rka-ko'rk qo'shyapti, yana ham go'zal qilyapti. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Endi Andijonda bir og'iz gap bilan tasvirlab bera olasizmi? Qayerlari sizga yoqadi Andijonimizni? Andijonda hamma yo'q, hamma joyi yoqadi. Chunki Andijonimiz shu Allohning nazari tushgan yer bo'lsa kerak, shahri bo'lsa kerak. Yanada gullab yashnayapti. Mana shahrimiz viloyat hokimi Shuhratbek O'shaqbayevichning tashabbus bilan yangi zdanyalar, mana yangi novostroykalar bo'lyapti. Yangi shu tadbirkorlarimiz yana o'zlari shu xususiy korxonalar, boshqalar ochib ishsizlarni ish bilan ta'minlayapti. Nechta bu ham shu aholimizni yana gullab, yashnab, yaxshi sharoitlar yaratilayotganiga shukrlar bo'lsin, alhamdulillah, shukr. Andijonda eng sizga ma'qul keladigan eng go'zal yeri qayer? Andijonimiz eng go'zal yeri bilmayman, prospekt. Biz shu 24-maktab yonlar shu yerlarda hali osma ko'priklar, shu yerlarda katta bo'lganmiz. Allohga shukr. Hamma yerda yoqadi, hamma yo'g'i go'zal, chiroyli. Opajon, endi fursatdan foydalanib sizga imkoniyat beraman. Bugun mana shu go'zal oqshomda, bugungi go'zal kunda, bahoriy xush kayfiyatda o'z yaqinlaringizga, butun Andijon xalqiga yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, kameramizga qarab bemalol bildirishingiz. Ilohim Andijonimiz bundan-da yana go'zallashib, gullab yashnab boraversin, ko'z tegmasin yurtimizga, xalqimizga. Mana boshqa davlatlarda notinchliklar, boshqalar bo'lyapti. Allohga behisob shukr, bizning davlatimiz juda-da mana bu ham bo'lsa yurtboshimizni olib borayotgan yurtimizda tinch bo'lishi uchun yurtboshimizni hissalari juda ham katta demoqchisiz. Albatta, tashabbusi bilan shu olib borayotgan ishlari natijasida bu endi Xudoga behisob shukr. Yanada gullab yashnaversin, yurtimizga ko'z tegmasin. Bunaqa bayramlarimiz mana yaqinda Navro'z bo'ldi, Hayit bayrami degandek bayramlarga ulanib boryapti. Allohga shukr, alhamdulillah. Yana Xudo xolasa mustaqilligimiz mana 34 yilligini nishonlaymiz, Xudo xohlasa. Ko'z tegmasin yurtimizga, hammani Andijon xalqini qolaversam, O'zbekiston xalqini ga faqat tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik so'rayman. Shunaqa xursandchilik kunlarimiz, bahoriy kayfiyat bardavom bo'lsin doim. Rahmat, sizdek go'zal insonni ko'rib, shirin bir suhbatingizdan bahra oldik. Buning uchun rahmat. Mana shu nevaralaringizni yaxshi kunlarda, to'ylarida, baxtli kunlarda o'zingiz bosh bo'ling. Yana Xudo xolasa bizni studiyamiz bilan, kameramiz, mikrofonimiz bilan sizga xizmat qilishga, uchratib qolishga nasib qilsin. Rahmat opajon. Ijodiy ishlaringizga rivoj, charchamanglar, xayrli ishlar bardavom bo'lsin. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, yana go'zal Andijonimizni, go'zal insonlarini uchratib qoldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Shonxo'jayeva Gulzoraxonman. Andijon shahrida soyda turaman. Xudoga shukr, yaxshi yuribmiz. Mana bahoriy kayfiyatda opa-singillar ko'rishib, damda olib endi qaytyapmiz uyga. Siz kim bo'lasiz? Men Alima Gulcheraxonman. Gulcheraxon. Eski shaharlik. Piyoz-piyoda uylarimiz. Opa-uka har nimada uchrashamiz.
Mana shunaqa oqshom paytida ishlab, ishdan chiqib, ko'rishib, yana uyga qaytamiz. Siz chiqib turasizlarmi oqshom paytlari mana shu aylanib? Juda biz opa-ukalar har haftada chiqamiz. Opa-ukalar har hafta ko'rishamiz, har haftada chiqib turamiz. Opa, endi mana Andijonimiz kundan kunga, yildan yilga, oydan oyga go'zallashib boryapti-da. Qarang, pavloniyalar gullab, shaharda go'zalligi yana go'zallik, o'zini shirin, xushbo'y hidlari bilan hammaga yoyapti-da. Sizlarga savolim, Andijonda qaysi joylari ko'proq sizlarga manzur keladi, yoqadi? Masalan, biz o'zimiz eski shaharligimiz uchun shu eski shahar bizga ma'qulroq, opa-singillarga ham, o'zimizga ham qulay. Ham o'zimiz ko'zimiz o'yinini ko'rib, ana bo'lib qolgan, shu eski shaharimiz o'zimizga yoqadi. Sizga Menga Andijonda har bir burchagi yoqadi. Chunki har bir burchagida mana shunaqa balkon daraxtlari gullagan, har bir ko'chalari, har bir joylari o'ziga xos chiroy chimmatga ega. Menga Andijonimni har bir burchagi yoqadi. Har bir burchagidan gullarni, shunaqa odamlarni, istaralarni issiqligi, hamma narsalar yoqadi. Andijonda hech qanaqa menimcha yomon joy qolmadi ham. Bo'lmasin ham. Mana qarang, hamma o'tiribdi bir chiroyli. Hamma o'zi aytgandek palgoniyalar hididan, sarxushligidan, jindarak nima bo'lib, katta kichik dam olyapti. Odamlarning kayfiyati ham yomon emas, kayfiyati ham yaxshi. Eng avvalo xotirjamlik, tinchlik. Sizlarda mana shunday shirin, qizg'in va qiziqarli suhbatlar uchun rahmat deymiz. Go'zal Andijonimizda, go'zal joylarda aylanib yurish yana sizlarga nasib qilsin. Sizlarda mana shunday chiroyli joylarda uchratib, shirin ikki og'iz so'zlaringizda olish bizga ham nasib qilsin. Rahmat katta. Hamisha siz ham salomat bo'ling. Sizlarning ko'rsatinglarga ham rivoj, omad hech kimni tark etmasin. Rahmat. Yaxshi o'tkazinglar oqshomni. Rahmat. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'ryapsizmi, Andijonimizda go'zal insonlari, go'zal joylarida, Andijonimizda eng hammaga yoqadigan joylarda maza qilib dam olib yurishibdi.